Agar uyingizda mana shunday pakrushka bo'lsa eski, tashlab yuborishga aslo shoshilmang. Siz bilan bugun mana chorva, mol va qo'ylar uchun ajoyib idish yasashni o'rganamiz. Buning uchun marker bilan birinchi yaxshilab chizib olamiz. O'tkir pichoq bilan girdilarini kesib tayyorlab olamiz. Eslatib o'taman, pichoq o'tkir bo'lishi kerak. Kesib bo'lganimizdan keyin ichki tarafini tashqariga chiqaramiz, qaytaramiz. Tagidagi ochiq joyiga pakrushkani o'zidan kesilgan rezin qo'ysak ham bo'ladi. Men uyda borini qo'ydim. Mana uzishimizni ham yakunlab oldik. Yoqqan bo'lsa, like, podpiska bo'lishni unutmang.